Xitoyda hamma kipish mana shu yerda akalar. O'nli lahar chaqar. Hozir mana shu joy ochilib olsa, kirib olsa, chaqqa tugaydi. Vellilar ko'ra skuterlar. Velli skuter. Hamma shu yerda. Canton Fair binosi. Shahar palmalar bilan o'ralgan chiroyli shahar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana Canton Tower. Bino kattaligini ko'ryapsizlarmi? Nihoyatda uzundan uzun. Kech payt mana shu har xil ranglarda yonadi. Mana shahar. Pastda Omni dunyoda mashhur brendlari. Turistlar ham shu yerda. Hamma qulayliklar yaratilgan. Hozir ichki magazinlarda reklamasini obzorini qilib beraman. Suqaymoq bor ekan bunaqa. O'yinchoq sotadigan magazin deb buni. Bu marojnoy ekan. Endi bizni bilib bo'lmaydi qanaqa tayyorlangan marojnoyni ko'rish mumkin, yeyish mumkin emas. O'yinchoqlar bor ekan. Ba'zi kiyim bor ekan, marojnoyning kiyimi. Oho. 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 Hoplab tashlashibdi. Ajoyib, ajoyib. Breloglar. Даже зонтиlar.
xolasa hozir yozib lekin qishda g'amini yeyish kerak. Shunaqa kurtka bor ekan. Xudo xolasa o'zimiz pulga 250-300 ming turar ekan. Keyin ustimdagi ham bor ekan. Bu ham shunaqa. Mo'jizasi общий kabi. Bu yerda donali sotar ekan, lekin optim tarqatar ekan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bunaqa ranglarda bor ekan mana. Endi biznikiga to'g'ri kelmayotgan shortilari bor ekan. Keyin bunaqa futbolkalari bor ekan. Keyin dvoykalar bunaqa, keyin kurtkalari bor. Mana bemalol ko'rishlaringiz. Donaga ham optimga ham. Bizni pulga 250-200 ming to'g'ri kelar ekan. Mana bunaqa olibdi. Kimga manfaatli yaxshi bo'lgan bo'lsa, yossalaring. Batni chatdan tashlab qo'yaman. Mana akalar. Bunaqa custom shimlar bor ekan. Bunaqalar bor ekan, mana. Seriozniy kiyimlar ekan, mana polni. Mana kurtkalar bor ekan. Mana bunaqa. Mana bunaqa. Keyin bag'ida olibdi bunaqa kasb bijaklar ekan. Mana. Mana bunaqa olibdilar bor ekan. Keyin bunaqa ko'rinishda ham bor ekan. Mana. Lekin bularda donasiga 200-300 olish kerak. Hammasi olibdi. Mana bunaqa. Bunaqa jimperlar bor ekan. Xizmat qilaveradi, bunaqa plashlar bor ekan. Lo'chilar bunaqasi ham bor ekan. Kurtkasi. Sizga telefon beravermadimi? Yo'q. Bermadimi? Assalomu alaykum mana. Original oyoq kiyimlarda kopiyasi, lyuks kopiyasi shunaqa sotishar ekan. Guanjo'da. Adidas, Nike hammasidan bor ekan. 42 ber, 42. Azorlar. Ko'p turistlar yuradi albatta. Optimmas bo'lar ekan. Optimmas bunaqa sumkalar bor. Murskul. How much? Chiga? 这个190 same Same. same okay Okay, thank you. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana kunni ham boshlab oldik. Mana shahriy bozoriga atrofi bunaqa shahriy aylanib turadi. Ko'rgan bo'lsalaring, shahriy bozor deyishar ekan Guanjo'da. Lyuks ko'piyadan gapiradigan bozor shet. Bozorda chekityapmiz.
Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, mana Guanchjoudamiz. Bunday qilib Xitoyliklar mashinalarni tuning qilishar ekan. G'av. Alfa Romeo, Mercedes Benz. Mana Porsche. Porsche. Tesla. O naryoqda Cadillac bilan BMW turibdi. Anime muxlislari bo'lsa, shunaqa animeshli mashinalarni to'ldirib berishar ekan. BMW muxlislariga ham mana ertalabdan Xitoyliklar probeshkada. Bunday qilib mashinalarni qurchoqqa to'ldirishar ekan. Mana binoning ichidamiz. Sushi. Qadrli obunachilar, mana biznes lounjdamiz. Toshkent aeroportida. Mana bunaqa narsalar bor ekan. Bitta. Bitta endi qurilyapti, bitayotgan bino ekan aka. Polniy stroyga bo'lyapti. Hali bitmagan ekan. Endi bitar ekan. İşlerini remont qilishyapti. Xitoydan Zhenshen, Penshen, keyin uzun Xitoycha o'to'lanlari kerak bo'lsa, mana shu lokatsiyani eslab qolinglar. Xudo xolasa Medical Port deb nomlanar ekan. Bitta faqat choy, Zhenshen, o'simliklar va xolos. Bitta meditsinaga bizni
tabletkalar, instrumentlar sotmas ekan. Faqat choy unaqa 7 etaj. Kimga Xitoy tabobat kerak bo'lsa mana Medical Port deb nomlanar ekan. Bu yangi qurilgan bino ekan, hozir to'lmabdi, to'lig'icha, endi to'larkan xudo xolasa. Ikkinchi etajgacha to'la ekan. Bemalol kirishlari mumkin. Shen pillolizli bir bolalar ichadiganlarga mana. Lakatsa. Ana aka o'zi qo'lida qo'ziqorini maydalab turibdi. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, mana mashinalarning parkovkasi. Bemalol ko'rishlari mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsalar mana ponni mashinalarni aylanyapti.